Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərdən qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qədəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitoy məcburi əmgək məhsullarını texmi asan tarqatmaqda. Xitoy işğaliyyət ostidagi Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan majburiy emgak mahsulotlarini tosh yo'l, temir yo'l va havo qatnashi bir tutash holatga keltirilgan liniya orqali Yevropa, Osiyo ellariga texmi oson tarqatmoqda. Atalmış Şinjan gezisining xabarida bildirilishicha, Qo'rg'os tamojnasi 8 may 1000 dan ortiq xalqaro pochta yo'llanmasi qochilangan Xitoy Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezining Qo'rg'os temir yo'l chegara eg'izidan yo'lga chiqqanligini, oxirida Qozog'istonning Brunday vokzaliga yetib boradiganligini, bu Sharq Turkistondagi xalqaro pochta yo'llanmasining tunji qatim Xitoy Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyeziga qochilinib chegaradan chiqishi hisoblanadiganligini e'lon qilgan. Mazkur navbatchi poyezga asosliqi kiyim-kechak, elektron mahsulotlari va kundalik turmush buyumlari qatorliq xalqaro pochta yo'llanmalari qochilangan bo'lib, butun masofaga taxminan 2 kundan 3 kungacha vaqt ketadi ekan. Orqadan bu pochta yo'llanmalari Yevropadagi 20 necha davlatga bo'lib tarqatildi ekan. Xabarda Urumchi xalqaro pochta yo'llanmasi transportining tosh yo'l, temir yo'l va havo liniyasi bilan to'liq qoplanganligi alohida tashviq qilingan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil birinchi faslda Qo'rg'os chegara eg'izi orqali qatnagan Xitoy Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezi 2375 qatimga yetib, buldirga o'xshash mazgildagidan 28,5% oshgan. Mal o'tkazish miqdori 3,336,000 tonnaga yetgan. Kunda qatnaydigan Xitoy Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezi o'rta hisob bilan har 2 soatda bir qatimga to'g'ri keladigan bo'lib, chegara sirtidagi 18 davlat, 46 shahar va rayonga tutashgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir parchasi bo'lgan majburiy emgak jinoyati hozirga qadar to'xtamay davomlashayotgan bo'lib, Amerika yo'lga qo'ygan Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuniga asosan Sharq Turkistondan chiqqan barliq mahsulotlar majburiy emgakka chetishliq deb bekitilgan edi. Yaqinqi yillar mobaynida Xitoy Sharq Turkistondagi qatnash liniyalarini to'xtamay kengaytirish orqali majburiy emgak mahsulotlarini tosh yo'l, temir yo'l va havo qatnashi o'zaro tutashtirilgan liniya orqali bevosita Yevropa, Osiyo ellariga yetkaziladigan holatga kelmoqda va buni alohida utuq sifatida tashviq qilmoqda. Yevropa Rossiyaning tajovuzchilik jinoyati uchun sud quradiganligini e'lon qildi. Yevropa davlatlarining tashqi ishlar ministrlari Ukrainada yig'in o'tkazib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va aloqador shaxslarning tajovuzchilik jinoyatini javobgarlikka tortadigan alohida sud quradiganligini e'lon qildi. Reuters agentligining xabar qilishicha, 9 may Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va bexatarlik siyosati oliy vakili Kaja Kallas va Yevropa davlatlarining tashqi ishlar ministrlari Ukrainaning g'arbidagi Lviv shahrida yig'in chaqirib, taxminan 40 davlatning tasdiqlashi bilan Rossiyaning tajovuzchilik jinoyatini sudlaydigan alohida sud quradiganligini e'lon qilgan. Mo'ljallanishcha, Rossiya hukumati va harbiy amaldorlarni ayblash va sudlash huquqi beriladigan mazkur alohida sud 2026-yili Yevropadagi inson haqlari dafsandichiligini nazorat qilishga mas'ul xalqaro organ va Yevropa kengashi ramkasi ostida qurildi ekan. Ammo xalqaro qonunga asosan alohida sud vazifadagi davlat boshlig'ini ayblay olmaydi ekan. Bu sababli navbatdagi bosqichda faqat tekshirish, dalil isbot to'plash xizmatlarini ijro qila oladi ekan. Amerika bundan ilgari alohida sud ta'sis qilishni qo'llaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, bu qatim alohida sud qurishni tasdiqlagan davlatlar tizimligida ko'rilmagan. Xalqaro jinoiy ishlar sudi 2023-yil mart oyida Putinni Ukrainalik bolalarni Rossiyaga qonunsiz yo'tkash va urush jinoyati bilan qo'lga olish buyrug'i chiqargan edi. Ayni vaqtda Rossiya xalqaro jinoiy ishlar sudining a'zosi emasligini, bu sababli sudning Putinni tutish buyrug'ining inovatsizligini ilgari surgan edi. Yevropa parlamenti Tibetga aloqador qaror ma'qulladi. Yevropa parlamenti 8 may ko'p sonliq ovoz bilan qaror ma'qullab, Xitoyning Tibetlarni assimilyatsiya qilish, Dalay Lamaning varisini belgilashga qo'l tiqish qatorliq qilmishlarini aybladi. Mazkur qaror 478 ovozning qo'llashi, 30 ovozning qarshi chiqishi va 41 ovozning voz kechishi bilan ma'qullangan. Tibetlarga aloqador qarorda Xitoyning Tibetdagi izchil davomlashgan assimilyatsiya siyosati, diniy bostirishlari ayblangan va shundaqla Xitoy rejimi Dalay Lamaning varis belgilashiga aralashish qilmishini darhol to'xtatishga chaqirilgan.
qarorda yana Xitoydan qonunsiz tutqun qilingan shaxslarni, jumladan Uyg'ur ziyoli Ilhom To'xtini qo'yib berish talab qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Dalay Lama bu yil 3-oyda nashr qilingan kitobida varisining erkin dunyoda tug'iladiganligini ta'kidlagan. Ammo Xitoy bo'lsa Tibetlarning yangi diniy dahisini o'zi tasdiqlaydiganligini da'vo qilib kelgan. Yevropa parlamentining qarorida Xitoyning Tibetda yotoqliq maktablarini ta'sis qilib, Tibet o'smirlarini majburiy yig'ib olib assimilyatsiya qilganligi, Xitoyga qarshi shaxslarni davlat xalqib bostirganligi ayblangan. Yevropa parlamenti qarorida yana Yevropa ittifoqidan Tibetlarni bostirishga chetishli Xitoy amaldorlari va organlariga jazo yurgizishni talab qilgan. Xitoyning Yevropada turishliq vakillar o'miki 9-may bu haqda ifoda bildirib, Yevropa parlamentining Tibetga aloqador masalalarda yolg'on uchurlarni tarqatganligi, Xitoyning obraziga qora surkiganligi, ichki ishiga aralashganligi, Xitoyning buningga qat'iy qarshi turadiganligi haqida jar soldi. Germaniya bilan Amerika urushni oxirlashtirish hamkorligini kuchaytirganligini ta'kidladi. Germaniya bosh ministri Friedrich Merz bilan Amerika prezidenti Donald Trump juma kuni telefon suhbati o'tkazib, Ukrainadagi urushni oxirlashtirish uchun hamkorlikni kuchaytirishning zarurligini ta'kidladi. Yangidan tayinlangan hukumat bayonotchisi Stefan Korneliusning mazkur telefon suhbati to'g'risidagi bayonotida har ikki rahbarning Ukrainadagi urushni oxirlashtirish yo'lida quyuq hamkorlashishning muhimligi to'g'risida birdaklik hosil qilganligi qayd qilingan. Bayonotda Germaniya bosh ministri Merzning prezident Trumpning Rossiya Ukraina urushini tezdan oxirlashtirish chaqirig'iga qo'shilganligi, qarorlik suhbatlarni davomlashtirish va o'zaro ziyoratlarni planlash to'g'risida kelishim hosil qilganligi bildirildi. Bayonotda yana Rossiya suhbatga yo'l ochish maqsadida urush to'xtatishni qabul qilishi kerak deb ta'kidlangan. Konservativ rahbar Merz seshanba kuni Germaniyaning 10-bosh ministri sifatida vazifaga o'tirgandan keyin chorshanba kuni Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan o'tkazgan o'rtaq muxbirlarni kutib olish yig'inida Trumpning urush to'xtatish tashabbusini to'liq qo'llaydiganligini bildirgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.